Mani o'ldi deb, men qo'yayotgan videolar ustiga sharmanda gaplarni yozib, meni sharmanda qilishga urinayotgan insonlar, meni odamlarga yomon ko'rsatishga urinadigan insonlar, meni yomon ko'radigan insonlar, sizlarni nima deb so'ksam bo'ladi? Ilohim, bolalaring menga o'xshasin. Menga o'xshagan bolalar sizlarga nasib qilsin. O'shanda balki meni yaxshi ko'rib, menga muxlis bo'lib ketsalaring kerak kelajakda. Bitta narsa, Alloh taolo ko'targan insonni bandasi yerga tushira olmaydi. Mana shu narsani esdan chiqarmanglar. Chunki bu internet degan narsa shunday narsaki, qancha ko'p ko'tarilishni boshlasang, seni yaxshi ko'radigan insonlar ham ko'payib ketaveradi. Seni yomon ko'radigan, senga dushman bo'ladigan insonlar ham bu hayotda ko'payib ketaveradi. Men odamlarning gapi bilan, odamlarning so'zi bilan ish qiladigan inson emasman. Men Allohga shukr, Alloh taoloning yo'liga to'g'ri yurib, to'g'ri ijod qilib, to'g'ri yo'ldan ketayotganimga o'zim ishonaman, shunga qarab harakat qilaman. Birovlarning gapi bilan yurmayman. Kim nima desa desin, bundan buyog'iga ham o'ldi, yetdi, yo'qoldi degan gap so'z videolar chiqarsalaring chiqaraveringlar. Qizig'i yo'q. Muhimi, u dunyoga borgan paytlaring o'zlaring javob berishlaringni eslaringdan chiqarmasalaring bo'ldi. Jonlaring sog' bo'lsin, addush hurmat ta'sir. Videoga like bilan podpiska bosib qo'yinglar, kerakli insonlarga borib yetsin.